Choy tezlashtirlaring, ikkita o'rtog'im kelyapti. Ah, bechara-ya. Aka, shu odamga nima qilgan? U odam maktab paytlari jo'ra boshi bo'lgan. Sinfdoshlarini o'rtasidagi choyxonani shu bola tashkillashtirgan. Maktabni bitirishganiga 14 yil bo'ldi. Bolalar yig'ilmadi, choyxonaga kelmadi. 2 yil yurdi bolalarning orqasidan choyxona qilaylik, yig'ilaylik deb. Bolalar yo'q. O'shandan beri bechara dilbaro bo'lib qolgan. Mana masjidlarda choyxonalar qilib yuradi-ya o'ziga o'zi. Aka, shu odam oldiga bitta boraylik-ku. Yurchiqani? Ana Tursunboy choydan qo'y. 1 minutga mumkinmi? Choyxona qotuvdik ikkita bolalar. 1 minut. Hozir bolalar 1 minutda shular. Hozir 2 minut qaytaman. Bu yerda nima qilyapsiz? Choyxona qotuvdik bugun sinfdoshlar bilan yig'ilib. Ha, bu yerda hech kim yo'q. Bilaman, hech kim yo'q ekan aka. Nima qilib? 14 yildan beri mana shu kir adirlidi. Choyxona qilib yuraman o'zimga o'zim. Sinfdoshlarim. Kesa bolalar. Ular bor,